Dahshat. Bu videoni ko'rgandan keyin odam bolasi borki asabi buziladi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqqa tarqalgan video yuzasidan biz ya'ni video murojaat qilmoqchimiz. O'zbekiston Respublikasining Migratsiya agentligi, Tashqi ishlar vazirligi va mana shu O'zbekiston Respublikasidagi katta mana shu migrantlarni boshqaradiganlar. O'zbekiston Respublikasining Rossiyadagi konsullari. Biz nota tashashimiz kerak ularga. Ya'ni nima uchun bizni vatandoshlarimizni eshakdek, itdek qo'polon bo'lsa tepib ko'tiga tepib qiynab adilga olib boryapti. Xoh uni dokumenti bo'lsin, xoh bo'lmasin, uni qiynayapti. Bu nima degan gap? Hozir bizni odam o'rniga ko'rishmasa bular, bizni shunchalik xo'rlashsa bular, biz shunchalik ularni nazdida yo oldida shunchalik past inson bo'lib qoldikmi? Yo biz O'zbekiston fuqarolari odam emasmizmi? Bular nima maqsadi o'zi? Maqsadi nima bulardi? Nima uchun bunaqa qilyapti? Men o'zim ham hayron qolyapman. Bitta narsani tasavvur qilinglar. Bitta asosiy narsada aynan O'zbekiston fuqarolarini dokumentini tekshirish uchun shunchalik xo'rlash bo'lishi mumkinmi? Axir biz odammiz biz. Biz u yerga boryapmiz, ishlayapmiz. Belimiz og'riyapti, qo'limiz og'riyapti, qo'polon bo'lsa oyog'imiz og'riyapti, boshimiz og'riyapti, butun badan a'zoyimiz og'rib ketyapti. Lekin ular nima o'ylashadi? Fikri shunaqaki, bular kelib bizni pullarimizni olib ketyapti, vatanni rivojlantiryapti. Yo'q, biz ulardan pul olmayapmiz-ku, qissasidan bermayapmiz-ku, biz ishlayapmiz-ku. Nima uchun sizlar nota tashamaysizlar? Nima uchun sizlar shularga qarshi biron gapirmaysizlar? Yoki shu narsani talab qilmaysizlar? Bizni fuqarolarimizni nima uchun xo'rlashyapsan deb gapirmaysizlar? Otasiga rahmat, mana shu Sherzodxo'ja mana shu ommaviy axborot boshlig'iga rahmat shu kishigaki birinchi notani shular tashadi. Biz talab qilishimiz kerak. Nima uchun bizni qiynashadi? Nima uchun bizni fuqarolarimizni shunchalik past ko'rishadi? Nima uchun dokumenti bo'lsa ham atalga sutkalar och qoldiradi? Ana o'shaning uchun biz qadrimizni bilmaymizmi? Bir-birimizga podдержка qilmaymizmi? Bular bizni to oxirigacha shunaqa xo'rlaydi. Hali qarab turinglar. Shunday vaqtlar keladiki, Rossiyaga hech kim qolmaydi. Qani ko'ramiz, o'zlari omonlar bilan, o'sha gapiradigan kampirlar bilan nima qilar ekan? O'z fikr-mulozalaringizni kommentariyada qoldiring. Sog' omon bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling, hurmatli vatandoshlar.